Salom. Sizlar bilan men bugun Elbek. Bugun Minecraftda mana shu cho'lda 2 kun yashaymiz. Albatta videochamiz boshlanishidan oldin videomizga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki biz 2 oy ichida 5 obunachiga erishishimiz kerak. Qanunda videoni boshladik. Xo'p, birinchi bo'lib meni qiziqtirgan narsa kaktusga tegib ko'rish. Jonolar ekan. Yaxshi tegmash kerak. Mana bu yerda qamish bor ekan, bir narsaga yaraydi. Ovulamiz. Ayniqda ham bor ekan, ketdik o'shalarni ham ovolamiz. Xo'sh. Hop, ozgina qoldi desak. Ozgina erta sakramabman. Mayli. Nima? Ovolamiz. Balki fireworks. Salyut yasashi kerak bo'lib qolar. Nima deysizlar? Salyut yasasak, kecham tushib qoldi. Bir nima qilish kerak, bu sahro bo'lsa. Qo'y daraxt bo'lgandan hali divan yasa olardik. Kechqurun bo'lmasam ular bizni o'ldirib ketishi mumkin. Iloy chiq tez. Tak, mana shu yoqqa yurishga tavakkal qilib mana shu yoqqa yurmoqchi edim. Hozir mana shu yoqqa yurib ko'ramiz. Nima bor ekan? Choti shakar qamishlar ko'p ekan, qamishlar. O'sha yoqda bir sivilizatsiya bo'lishi mumkin deb o'yladim. Ya'ni daraxt, shunga o'xshagan narsalar. Hozir borib ko'ramiz. Qanday yuradi mana? Oho. Jon mana qolyapti. Mayli, qiziquvchanlik yig'ishtiramiz. Endi qishloq bor ekan. Tavakkalim to'g'ri chiqdi. Omadmi bilmadim. Qishloq bor. Somon bor ekan. Bemalol endi non yasay olamiz. Xo'sh, mana bu brat uyda nima bor? O'zi uxlayapti ekan. Turingchi brat, biz uxlaymiz endi. Ustimga chiqib qoldi, ezib qo'ymang, taqo. Xo'sh, hozir tong otsa chiqamiz endi. Uylarni tekshirib chiqaylik-chi, nimalar bor? Hop, tog'oni sandig'i yo'q ekan, divanni chopib ketamiz. Uzr aka, nima deymiz? Ketdik, bundan chiqamiz va bunisini ko'ramiz. Nima bor bu yerda? Bitta shumi? Karta chiziladi menimcha, xarita bu yerda-chi. Tog'a endi quryapti ekan bu yerda. Mayli, endi boshqasini ko'ramiz. Xo'p, bitta kaktus bor ekan, golem bor ekan. O'ldirib ko'ramizmi? Tinch o'tiring yaxshi. Hatto blogim ham yo'q. 20 ta shakar qamish bor ekan. Qamish. Mana bu nima? Somonlar olaylik, non yasaymiz. Ana yerda quyonni o'ligi bor ekan, quyon go'shti bor ekan. Qanday ana quyon? Buzilgan partal ham bor ekan yerda. Oldin mana bular chopib ketaylik, keyin bor buzilgan partalni tekshirib ko'ramiz. Xo'sh, mana bu yerda bug'doylarni olib ketamiz. Mana qo'yib, voy. Buni. Urug'lar ham tushdi, mana buni ham olaylik. Xo'sh, qanday? Ketdi, yana ularni olamiz, keyin boyga buzilgan portalni boramiz. Avval jonim qolmabdi, uncha, jonim emas, qornim ochilibdi. Yeb olamiz, quyonni endi bular chopib olishimiz kerak. Siz esa videoga like bosing. Podдержка qilmayapmiz. Aktiv yoravringlar. Yaxshilab choplatishga. Mana qo'yay. Okey, endi buzilgan portal yoniga borib ko'ramiz. To'xtanglar. Bu yerdan olib ketdim. Bu yerda nima? Texnologiya. Versagini olaylik. Xo'sh, bundan non esa olamiz. Sovon. Keyin non yasaymiz. Non mana shunday yasalardi. Okey. Bundan naqd 21 ta chiqdi. Ana endi yana bunday yasa olamiz. Qo'shib, chatib, bitta ortib qoldi. Hammasini olib olamiz. Jami bizda hozir 40 ta nonimiz bor. Bir dona ortib qoldi. Verstak olib ketamiz. Mayli, tog'a o'zi bir joydan yasa olar. Olamiz verstak o'zimiz. Ketdik endi buzilgan portalda. Portal emas, portalni oldiga Enderman paydo bo'lib qolibdi. Qaramaylik, bo'lsa ortiqcha muammo chiqadi o'zimizga. Yaxshisi qaramay borgan yaxshi. Loy. Teleb oldimga kelyapti. Peter, yo'qol. Yerga qarab esinamay qolamiz. Okey, ochamiz. Yondiradiganlar. Jajgalka, belkurak, ketmon va
Tanosi. Nima edi? O'tin qurg'ur. Otga kiyiladigan bir narsa. Egari, otni egari. Xo'sh, ana endi biz yo'lda, ana yerda daraxt bor ekan. Hozir boramiz, daraxtni oldiga chopib, kemacha yasab olamiz. Mana buni ham olaylik. O'sha daraxt oldiga boraylik-da. Alloh, yana kelyapti mana. Ketdi. Suvday. Davay, vrachga. Ana endi o'xshadi. Mana buni chopamiz hozir. Xo'sh, ketmonda chopgan yaxshi-ku. Ketmonda chopaveramiz, o'z bolta ham yo'q. Hop, okey. New recepts unlocked. Yangi retseptlar ochildi deyapti, tog'a. Mana buni chopamiz. Hammasini olamiz. Chunki kema yasashimiz kerak. Okey, tog'a, davay. Yana bormikan? Bitta bu. Menimcha oxirgisi bu. Shuni ham olib olaylik endi. Asol ko'rayotgan bo'lsanglar, shu suvni bo'yida daraxtlar, ko'kargan yerlar bor. Ko'kalamzorlar. Suvni bo'yida endi bir sivilizatsiya bo'ladi-da, to'g'rimi tog'lar? To'g'ri, davaychi. Like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, endi bundan biz kemacha yasab olamiz. Hop, kemani oldinga qo'yib, buni verstakka olib olaylik. Baribir verstak eng muhim narsa kerak bo'lib qoladi. Ana daraxt ham yo'q. O'tiramiz. Kema, yana bitta daraxt bor ekan. Kema nimaga yasadim? Chunki kema ham tezroq, ham boshqa yerlarga bora olamiz. Balki sivilizatsiyasi kuchliroq orolga tushib qolarmiz. Qayerdan bilamiz, to'g'rimi? Hop, tur uka. Hammamizni olamizmi? Necha FPS? 112 FPS. Okey, olib olamiz. Eng fast nechadir chanklarda. Chunki kompyuterim juda ham slabey bo'lgani uchun eng past grafikani qo'yib olganman. 5000 ta obunachiga erishganimdan so'ng uydagilar menga kompyuter olib beradi. Iltimos, 5000 ta obunachi aktiv yorvoringlar. Bo'ldi, все. Shu bilan уже zo'r bo'lib ketadi. Yangi kompyuter, sifatli videolar hamda manuallar bilan, modlar bilan o'ynalar. Yana bilmadim. Xo'sh, verstakka olib olamiz. Sizlarga bog'liq. Sizlar like bosib obuna bo'lishingiz kerak. Obuna bo'lish tekini 5 soniya vaqtlaring ketmaydi. Bularni ham chopamiz, kerak bo'ladi-da baribir, to'g'rimi? Yo'q. Mana shuncha ekan. Ketdik, biz mashinchaga o'tirib olamiz. Bip, ketdi endi. Mana bu yerda drift qilish uchun zo'r joy ekan-da. Biz drift qilmaymiz. Xo'p. Ketdik, ketaylikchi. Davom etamiz. Mana bu yerda nima bor ekan? Daraxt. Qandaydir sivilizatsiyasi kuchli joy ekan. Ana ikkita bitta daraxt bor ekan. Hozir mana bu daraxt chopamiz. Yaxshilab chopratishgan meni. Hop, olib olamiz. Mana bu oltin olma qayerdan keldi deyishinglar mumkin. Buni video kadr ortida men bitta qishloqning uyidan topib olgandim. Xo'sh, ketdi, yana o'tirib, dal narisini ham chopib olamiz. Orqaga zadniga. Ketdi endi ukam. Yashash uchun kurashish kerak. Qorni och qolganda vrachkani. Shuncha sekin ishlayapti. Tur o'rningdan. Sit out. Tezlash uka. Va har soniya g'animat demak kecham tushadi. Divan yo'q. Divan bor aytgancha, bor ekan divanimiz. Havo buni ham uka. Hop, bir koringda mana bosarman. Mayli, endi yo'lda piyoda yursak ham bo'ladi, endi bir aylanaylik atrofda. Mana bular tashlavordi. Padaring limonad qaytib keldi. O'to'g'ri sraz qaytib qo'y. Ana. Erindim boshqacha otishga mayli. Ketdi. U ana yerda qishloq bor ekan. Ketdik, ana shu yerga boramiz. Ana yerda nari piramidalar ham bor ekan. Bizga bunda piramida qiziq emas, bizga qishloq qiziq. Xo'sh, mana bu yerda osh bor ekan, yaxshi. Qotayotgan, bu yerda olmalar, temirlar, nonlar bor ekan. Hey! Ana, temir, non tekin keldi emas. Qilich ham bor. Shortilar ham bor ekan.
Videodagi kamchiliklar uchun uzr aytaman. Kompyuter slavi. Yana qotyapti, o'zim ham sezilyapti. Endi xafa bo'lmaysizlar. Endi shu Ibn chopadi endi lavani olib ketadi-yu. Mana pechkalarni olib olaylik, kerak bo'ladi baribir. Yaxshilab mana bularni ham chopib olishimiz kerak. Okey. Bu oxirgisi edi. Sakrab o'tamiz. Okey, yaxshi. Xo'sh, mana bu nima? Qiziquvchanman-da, nimaligini bilmasam. Menimcha komposterga bir narsani qo'yib qo'yishgan. Va mana bu yerda yana bitta bor ekan. Qani ko'ramiz, nima chiqar ekan ichidan. Ohoho, ikkita diamond chiqdi, olmos chiqdi. Uje bo'ldimi deyman-da. Mana buni olamiz, bu shart emas endi. Mana bu somonlarni ham olib olaylik. Ketmonimiz bor-ku. Alloydi, anosi ekanda. Anosi ekan, yangi so'z. Ana bunisi ekan. Alloy, sinib qoldik debmi? Mayli, qo'limiz bor, ko'z bitta qolgan. Mana bularni ham chopamiz. Chopaylik, bir gap bo'lar. Bo'lmasa bo'lar. O'zinglardan so'rasak, nima bo'lyapti? Tinchmisizlar, hay? Tez o'tib like bosib qo'ying, tog'a. Mana bunda ikkita emerald bor ekan, emerald. Ikkita zumrad bor ekan, non bor ekan, nonlarni ol, non uji 44 ta bu, 7 ta bo'ldi non. Qolgani kerak emas. Bular juda boy bular. Hammaga nima qilib qo'yamiz, checkpoint bosib qo'yamiz. Resapavan set debdi. Mana bu yerda tog'ani uyida nima bor? Ha, boyagi. Nargi qishloqda ham chiqdik bu tog'a. Geografik просто. Absolut sinema. Mana bu yerda nima bor ekan? Ana afigit, ana temirda endi muammo yo'q. Temir, qilich, shunaqa narsalarda shlem ham bor ekan. Mana bularni ham olib olamiz. Qilich bor, ikkita qilich bo'ldi. Temirdan, xo'p. Ketishdi hozir, uxlab olishimiz kerak. Trevoga. Hamma uyga tarqal. Tog'am uyda uxlayman, men divanim bor, uni uxlayman. Albatta, yana bir marta eslatib o'taman. Iltimos kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Menimcha videoni shu joyda tugatsak ham bo'ladi, azizlar. Albatta, meni kanalimdan uzoqlashib ketmang, chunki 2 oy ichida 5000 obunachiga erishimiz kerak. 5000 obunachiga erishganimizda surpriz bor menga, albatta videolar sifatliroq kontent chiqadi bu do'stlar. Kanalimizga like bosing, kommentariy yozing. И obuna bo'ling обязательно. Xayr, ko'rishguncha do'stlar.